10-noyabr 2025-yilda Mening yurtim telekanalida yana bir qiziqarli uchrashuv. Qodirxon, To'g'ri yo'l serialining 10-mavsum 36-qismi namoyish etiladi. Yangi bo'limda tomoshabinlarni kuchli his-tuyg'ular, hayotiy sinovlar va kutilmagan burilishlar kutmoqda. Har bir epizod insonning halollik bilan yengil yo'l o'rtasidagi tanlovini chuqurroq ochib beradi. Bu serial oddiy ko'rsatuv emas, balki hayotning o'zi haqida. Qodirxonning har bir qadami, har bir qarori bizni o'ylashga majbur qiladi. Aktyorlarning tabiiy o'yini, kuchli rejissura va yurakka yetadigan sahnalar orqali film hayotiy haqiqatni ifodalaydi. To'g'ri yo'l serialining har bir qismi insonni yaxshilik sari chorlaydi va eslatadi. To'g'ri yo'l har doim eng qiyin, ammo eng to'g'ri tanlovdir.